Assalomu alaykum, Sementovuz kanalining hurmatli obunachilari. Hammalarga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi videorolikni boshlaymiz. Bugun Xudo xolasa mana shu buqani obzorini qilib, chiroyli qilib yoritib beramiz. Buni tortdik, hammasini ochiq oydin, asa 1 yil oldingi tortilgan veslari ham bor, aytib ketamiz. Hozir bu buqamiz Kamas ekani buqasining otasi hisoblanadi. Bu shu bir liniyasi bor buqa shu bo'ladi. Bir 15 yilda atrofida o'zimizda zot olinadigan molni qo'llarida. Buni zo'r fishkalardan bittasini aytib o'taman. Kunlik ves yig'ishi o'rtacha 1,5 kilodan pastga tushmaydi. Tug'ilgandan boshlab to so'yilgungacha. Xo'p, bu biri. Ikkinchisi, mol mana shu endi tishiyordi. O'ta ham yuvosh, agressiv emas. Buni undan tug'ilgan g'onojillar 30 litrdan pastida sut bermaydi. Bu toza avstriyskiy, uzunligi ham juda ham ajoyib. Bolalari ham tug'ilganda unaqa katta tug'ilmaydi, lekin katta bo'lishi juda ham zo'r bo'ladi. Prosta hozir buni oldik. Olib endi bir-ikki boqamiz xudo xolasa inshaalloh. Duo qilib tursalaring, Qurbon hayitiga chiroyli tayinlab beramiz. Yo, ishqibozlarga sotaverasizmi yo? Bir-ikki boqilgandan keyin, bir-ikki boqilgan. Bo'ldi. Hali yursinchi. Qadrli do'stlar, mana shu Damas 51 million so'm. 51 millionga olingan. Mana shu Damasdan qimmat. Hayot shu darajada o'zgarib ketdi-da, ishonavering. Narx-navo vaqti ko'tarilib ketdi, tem bo'lib oldik. Bu molga hech qanaqangi semirtiradigan, katta qiladigan, mana qanaqadir balo-battar yo'llar qilinmagan, faqat vaksina qilingan bo'ldi. Buni sog'lig'ida ham muammosi yo'q. Pastda endi misol yeb-ichari ham hamma yo'q joyida. Shuning uchun pastda aytaman, molni katta qilish uchun yoki bo'lmasam qanday qilib yuborish uchun, semirtirish uchun ikki oz arilmas. Molni zo'rini olinadi, sifatli qilib boqiladi. Xudo xolasa juda ham ajoyib bo'ladi. Xo'p. Necha pul oldi endi bunisi? Nimasi endi? Aytilmaydi? Ha. Tortildi, 800 necha kilo keldi? Mashq holati? Kecha qurundan beri hech narsa berilgan yo'q holatda turibdi. Rosa ochiq qoringa tortildi, 800 necha kilo ham keldi. Salkam 900 kilo yaqin. Videoda qo'yib ketamiz. To'g'ri sotilgani ham bor. Bo'ldi. 846 kilo kelgan, ha? Bir ikki baqsa qarang, necha kilo kelar ekan. Kecha rosa bir sutkadan beri ishlamagan yo'q, suv ham ichgan yo'q, yemak yegan yo'q. 846 kilosa Pashta 70 mingga borib qopti kilosa, olingan narxiga. Ha? 50 necha pul oldi bu? 55 million bo'ldimi? Bo'ldi. Bo'ldi, olib kiravering endi sekin uyga. Nimalar beriladi endi bunga? Kunjara, arpa, silos, somon. Uchun hal qashiladi buni, ha? Gap yo'q. Mashalloh. Hashamet o'ta ham yuvosh. Molni holatini qarang. Qanaqa ajoyibligini. Hammani xonadonida mana qanday go'zal hayvonlar. Bo'ldi, olib kiravering. Bo'ladimi? Damasni oldiga bitta olib kelib ko'rasiz. Damasdan qanchalik farq qilar? Pachaqlab yuborsin Damas, nima bo'ldi? Oh, kallasin ko'tarish, kallasin ko'tar. Bunday qo'lim katta blogerlik. Mana bunday qo'sam, kamod Damasdan ham katta ko'targan, lekin o'zini holatda turaversin. Qani? Gap yo'q. Yoshi ham katta emas, bilkalari hamma joyida bo'ldi. Bo'ldi, olib kirib ko'taraman. Bu hoji akamiz o'zi ishqiboz. Eskidan ishqibozsiz mol boqishga? Anaqa zo'rlarini? Ha? Hali aytadi-yu, boqyapsizmi, zo'rini boqing deydi-yu. Mashalloh. Gap yo'q. Ha? Buni zoti o'shaning uchun ham zo'rda. Bu toza avstriyskiy, germanskiy sal kaltaroq, demasa ham oyoqlari ham kaltaroq bo'ladi.
Buni nasli haqiqatdan o'ta ham ajoyib. Sigirni ham vahshiy kuchligi bor-da bu vakada. Sigirga ham novvosdan qolishmaydi. Gap yo'q. Alloh hammamizga shunaqa mollar yetishsin. Boqish nasib qilsin.